Assalomu alaykum azizlar. Bizning bugungi safarimiz Qirg'iziston Respublikasining Laglan kanyonlariga bo'ldi. Bugun akalar bilan o'sha mashhur Laglan kanyonlari. Ama tepasiga chiqsa 50 hani yorilib ketib tushib ketadiganday. Tushadi bir kun. Hozir tushmasin. Bu endi Ağaca uçuşamayız. 2 bor yetarli. Bir baqirsa. bu ichkariga kirib yana bir narsa, bitta eslatma. Oho, desa. Ichkariga kirib baqirish mumkin emas. Ichkarilarda yurgan. Ha. Chunki bu sizga oz toshdek ko'rinyapti-ku. To'proq, murt tosh, hozir pastlarga tushganlarni ko'rasizlar. Murt. Hayrat. Mana bu yerda mana tualet qo'yishdi. O'shaga. Manzara. Aşıcı kesak bo'ladi, shu soat. Mana ko'rasiz? Mana shunaqa. Tosh to'proq aralashmadi. Nasıl tushmaydi? Ha, tushib ketadi, shuning uchun tepada mana bunday turgan bo'lishi mumkin-da, qayerdadir. Haqiqatan mo'rtaganda. Juda murt. Yağmur, normalde yağmur yoksa ketadi. Ha, shuning uchun hisobiga ancha to'g'ri ko'ramiz. Tushunmaydim. Mana shu tepaga chiqib, yorug'larni qitorsangiz bo'ladi. Mana Laglan kanyonlariga kirib boryapmiz. İki saat yürüdük mü? 2 saatten çok yürüdük mü? Manzaradan bahram olayınızlar. Gelip göz bile vuracak. Soğuk! Kanyonlar. Ben bir de qattiq tosh. Keyin to'proqli. Mana bu. Mana qattiq tosh. Grupadagilar mana biz Qirg'izistonga keldik. O'sha Laglan kanyonlariga keldik. Manzara. Chiroyli. Dahshat. Ama acayip kaldı. Mana bu yerda tepada kichik sharshara bor ekan. O'sha sharsharadan suv yig'ilar ekan. Mana shu orolga kirib ketamiz hozir. Bu tomonda hozir. Hozir ko'rinmayapti, kameraga yaxshi ko'rinmayapti. Osmon
Tog'lar bulutlar orasi kirib ketgan. Ajoyib. Juda. Ajoyib. Tepa. Bu joyda kichik sharsharasi bor. Keyin bu joyda gapirganda sekinroq gapirish kerak. Allohu akbar. Qani bu tarafga. İkinci tomonga kirib. Tepasi o'tirib tushmoqda. Tepalar opirilib tushyapti. Bu kamera. Qimmatroq, yaxshiroq kamera olgan taqdirimizda bu kadrlarda bu manzarani ko'rsatib berolmayman. Kuz bilan kelib, ranglari bilan ko'rish kerak. Ikkinchi tomonga. Tepaga chiqmaymizmi? Bu manzara. Buning kayfini bilgan biladi. Shuncha ana necha soat yurdik. Soat 10da chiqib Qirg'izistonga soat 8:30da o'tdik ertalabki. Soat kechki 10da chiqqan bo'lsak, 8:30da chegara postdan o'tib Qirg'izistonga kirdik. Endi 1 soat o'zgarib 9:30 bo'ldi. 12da yetib keldik. O'rtada do'konlarga to'xtadik. Masalan, uxlamaganmiz, uyqu kam bo'lgan, lekin mana shu arziydi bu. Charchoqlar chiqib ketadi. Hali endi bizlar rejalashtirgan vaqtimiz 1 soatmi, 2 soat berdi. Aylanib tomosha qilishni rejalashtirganmiz. Tepalarga chiqib ketsa bo'lar ekan. Yoqlarda ham tomosha qilsa bo'ladigan joylar bor ekan. Xudoga shukr. Shularga 2000 o'tgan yildan beri shu joylarga kelishdi rejalashtirib kelaman. Mana bu yo'l, mana bugunga nasib qilgan ekan. Mana bugun mana o'sha joyga yetib keldik. Keyincha bo'lgan nafaqat shu joyda o'zini manzarasi. Balki bu joygacha keyincha bo'lgan yo'l ham hammasi o'zgacha go'zal. Osmonda bulut ko'payib, sovuq tushishni boshladi.
barcha ham. Necha yil oldin tepadan tushgan. Mana darchani tomirlari shu tepadan burilib tushgan. Mana bu yoriqlar paydo bo'lgan asosda yildan yilga qaysidir qismlari tushib kelgan. Mana shu joylar masalan necha yil oldin tushgan bo'lishi mumkin. Masalan necha yil, 1-2 yil oldin, 10 yil oldinmi. Lekin tepadan ko'rgan bo'lsak, tepada tekis kelgan, tekis kelib turib, mana bu joy paydo bo'lib, orasida suv yig'iladigan bo'lgan. Endi balki hozir orasidan suv o'tib ketar. Endi bundan masalan bilmadim endi. Taxminimcha 10 yil oldin bu joy o'sha tepada bo'lgan. Mana shu tuproq qo'ygan parchalari hammasi mana shu tepada bu tarafda balki bu tarafda bo'lgandir. Endi yomg'irlar natijasida parchalari bir ikkita joylari mana tosh qattiq tosh, bir ikkitasi bunaqa tuproq, yumshoq jism. Bu joylarda bu joyga olib keladigan tur firmalar haqida gap ketadigan bo'lsa, vodiyda tur firmalari 250 mingdan boshlab eng arzoni sizni shu joyga olib chiqib keladi. Ya'ni ularda qanaqa bu yerga kelish tartibi? Sizda Andijonda yo vodiyda bir tochkasida yig'ishadigan postgacha olib kelishib, postdan o'tasizlar. Postdan o'tganingizdan keyin yana boshqa mashinaga minishib bu joygacha kelishadi. Endi postdan piyoda o'tish tez. Nisbatan odamga qarab, odam soniga qarab tez. Endi mashinada o'tmoqchi bo'lsangiz, mashinada o'tish ozroq qo'shimcha vaqt olib qo'yadi. Ya'ni mashina ko'pligiga bog'liq. Lekin, masalan, bizlar o'tdik, hozir 1,5 soatda o'tdik. Ya'ni yig'ib ichkaridagilar bo'shatib chiqargani uchun shuncha vaqt. Lekin juda yengil. Ikki postdagilarda ham muomalasi zo'r. O'zbekiston chegarachilarini ham, Qirg'iziston chegarachilarini ham muomalasi zo'r. Mana kelish kerak, sayohat qilish kerak. Mana bizlar hozir kecha 2 soat yo 3 soat uxlagan bo'lsak, tunda, lekin mana shu yerga kelib, toza havo, bu joyga kelguncha ham tog'lar, qorli tog'lar, yana qoyalarni ko'rasiz, har xil archalarni ko'rasiz, manzarani ko'rib, bahri dilingiz ochiladi. Ya'ni o'zingiz uchun yangi joylarni kashf qilasiz, sayohat qiling. Albatta sayohat, har birlaringizga sayohat qilishni tavsiya qilaman. Ko'proq sayohat qilish, dunyoni ko'rish, hech bo'lmaganda O'zbekistonni o'zini ko'rish yoki qo'shni Qirg'izistonni ko'rish tavsiya qilaman. Vodiy tomonda tursalaringiz, albatta bu joyga kelish, masalan, tur firmalar bir kunda keladi, bir kunda sizni kelib olib ketadi o'zlari mashinalari bilan. Albatta bu ajoyib. Mana hozir biz Qirg'izistonda o'zining mahalliy turistlari olib kelgan mashina bilan ko'rdik. Ular mahalliy turistlar kelgan. Endi qolganlar o'zlarining mashinasi bilan ham kelgan. Har xil shunaqa ajoyib tadbirlar. Manzara go'zal. Buni bizlar ko'proq tepalariga chiqmadik. Tepalariga chiqib tomosha qilmadik. Vaqtimiz kamroq rejalashtirilgan ishlarimiz borligi uchun sayohatlarimizni etaplari, qayerga borishimiz hammasi rejalashtirilgan vaqtlarimiz hisobiga. Shuncha pul to'laysiz kirish uchun zominga. Chiqmaygan.
Muhammed gelsin. Ondan geliyor.